Damas to'la ko'chasi. Bolam, Damas kalitini ol. Ichallatolmay aya hozir olaman. Hamma yoqda eshitib turibman. Ikkalani ham Damasning oldiga yaqinlashishni. Menga qara uka, shunda mashina bozoriga chiq. Lyuboy bitta Damas tapga farqi yo'q, pulni berma. Bitta qildiradi yursa hisob. Sen qayerdan bilasan? Kiran mazasini. Ko'p gapirma, apke. Bugun kira qilishni yirtib yuboraman-da. Xotincha unaqa ko'zing qonga to'lib qolgan bo'lsa, o'zimizni Damas demaynaver. Ha, hofiz, nima ish qilyapsiz? Damaslar ham to'yga aytmay qo'yishdi. Agar Damaslar to'yga aytganda, mana shu qo'shida ko'chani boshida aytib kelardim. Damaschilari davring keldi, surib qo'y. Pul topishni Damaschidan so'rab qo'y. Mana shu joy tugardi uka. To'yxonadagi bor pullarni yig'ishtirib kelardik. Damaschilar ham biz to'yga aytisharmikin? Aytadi. Narmani qo'shiq aytsangiz aytadi. Oxiri menman o'chirtirib ketishimni qilaraman. Ha, Damaschi aka, yaxshimisiz? Sizsiz? Nima deding? Zirachka, bo'ldi, mana men do'konga keldim Damaschi aka. 5 ming aka. Qanaqa 5 ming mana, dollar. Qaytimi kerak emas. Qaysi do'konga borsak shundan ketib qolyapti. Qo'ying aka. Akalar, kira qilishda menga qo'y beringlar. Men kira qilganda, kirani qo'ydasi bor. Lag'ma ichamiz, soqcha ichamiz, bo'lmasam kirachilarga dog' tushadi. Va Damasbe. Viddadamu. Praviz yo'q, nima qilyapsiz Damasni olib ketib? Aka, bekor qildingiz-da shu gapni gapirib. Aka, o'g'limni so'ksa nima yig'layapsiz? Pravam yo'qda aka, prav ololmayapman. Dada, ana uchtuvara o'zi prova olamayapti-ku. Kira qilishda menga qo'y bering, yorib yuboraman. Dostlar! Suyimsan, do'stim? Suyimsan? Og'zing qulog'ingni ursan sen. Pochchang zapal bo'lib qo'yganda xabaring yo'qmi? Nima deganing? Mana do'kondan narsa-parslar olib, ko'chani boshiga kimi ketadi? Borib kelib yuribdi-da, bu narsalar berib yuribdi. Mana xabaring bo'lmayapti sen oshna. Qayerda? Ha, ko'chani boshida. O'tir. Nima deganim senga? Jonajon, pochchang o'ynashi bor edi, mana ko'r. O'char. Maras. Maras. Senga gul deyapam, xayib, tushundingmi? Xulosa chiqarishga hali erta yurmasaga tushuntiraman. O'tir mashinaga. Nimani tushuntirmoqchisiz? Gapiring. Xulosa qilishga shoshilma. Bu xonadondagi do'stim 2 yil bo'ldi olamdan o'tganiga. Go'dak bolalari otam Rossiyada deb o'ylaydi. Har oyda pochtalyonga xat yozadi. Bu xatni pochtalyon menga olib kelib beradi. 2 yil davomida ehsonimni shu tarzda qilaman men. Xullas, shu xatni o'qib, xulosasini o'zing chiqarib olasan. Assalomu alaykum, dadajon. Yuborgan sovg'alaringizni oldim. Bu safar menga hech nima kerak emas. Oyijonimga ko'ylak, ukajonimga oyoq kiyim jo'natib yuboring. Dadajon, sizni juda sog'indim. Qachon qaytasiz? Pochcha to'pi. Tog'a, mana telefonimni sotib yuboryapman, olib qo'ymaysizmi? Ha? Telefonimni sotyapman. Ha, yo'q, menga telefon kerak emas. Qandan kelyapsan, jiyan? Telefonimni sotib kelyapman, tog'a.
Menga aytmaysanmi? Men olardim mana shuni. Nimadir deb qo'ydingizmi? Menga aytmaysanmi? Men olardim mana shu telefonni, jiyan. Mana shunaqasilarda sotib bo'lganimdan keyin men olardim. Sizlarda ham mana shunaqami? Sut qatiq bo'mboqligini. Bay. Qatiq keldi. Rasasiz bob ekan-da. Shannoring. Men xotinga fag yo'q demasdi odam. Siz o'zingizmi? Yangi soqqanman, beraymi? Sigir sutini ichmassiz-ku dada. Endi issiq ichaman. Dadam xotin yo'q-da, shuncha sut sirab qo'ygan. Erim bo'lganda osh pishirib berardi. Mana menda osh pishirishni qonati boraman. Sutda kim sotadi dada? Cho'ta men baxtimni topdimmi deymanda. Bo'g'irsoqim, pompalog'im, ko'zlarim unchog'im, kulgularing yarashgan, o'zim erkatoyim. Oyoq qo'li chaqqan qiz ekan, rozimi? Uyga olib ketaveramizmi o'g'lim? Ha! Qachon ovqat yeyman?